Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan hozir bizni nonga surib yeydigan namaska na xleb deydi o'rischasiga, o'shani tayyorlaymiz. Uning uchun bizga 5-6 ta tuxum kerak bo'ladi. Tuxumni oqini sarig'idan ajratamiz. Bunga ozgina mayonez solamiz. Ta'bga ko'ra murch, shirin bolgarskiy, tuz обязательно и yaxshilab ezamiz. Mana yaxshilab aralashtirib, ezib aralashtirib, mana shunaqa однородный massaga keladi. Tuxum oqini yaxshilab maydalab to'g'rab olamiz. Marinovanный bodring solamiz, 1 piyolacha. Ozgina ukrop, kashnich и ko'k piyozni mayda qilib to'g'rab tashlaymiz. Yaxshilab однородный massaga olib kelish uchun aralashtiramiz. Mana nonga suriladigan namaskam tayyor bo'ldi. Niyat haja atkasi. Darrov birinchi bo'lib degustatsiyasini o'zim qilib beraman hozir. Bismillah. O'ng qo'lda. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir yeb ko'ramiz, azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, вообще бомба. Вообще zo'r. Judayam mazali, noodatiy nonga suriladigan namaska, azizlarim, judayam mazasi zo'r.